Barchaga salom, sizlar bilan Prinsessa. Bugungi videoda Minecraft tarixi bo'ladi. Video boshlanmasidan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Bizga tezroq 5000 ta bo'lishimiz kerak. Do'stlar, men sizlarga bitta kanal tavsiya qilaman. U kanalda mazza qilib shorts videolarini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Kommentariyasiga o'tib Prinsessadan salom deyishni unutmang va kanalga obuna bo'linglar. Kanal silkasi opsioniyada va kommentariyada bo'ladi. Minecraft o'yini Nosh Persson tomonidan ishlab chiqilgan. U dastlab 2009-yil 17-mayda o'yinning ilk versiyasini ishlab chiqdi va uni Cave Game deb nomladi. Keyinchalik nomi Minecraft Order of the Stone bo'lib, oxir-oqibat shunchaki Minecraft deb nomlandi. Minecraft 2009-yil 17-mayda ommaga ilk marta test versiyada taqdim etildi. O'yinning rivojlanishida survival rejimi qo'shildi va bu o'yinchilar orasida katta qiziqish uyg'otdi. 2010-yilda alfa va keyin beta versiyalar chiqarildi. O'yinchilar uni o'z dunyolarini yaratish va resurslarni yig'ib imkoniyatiga ega bo'ldilar. Minecraft 2011-yil 18-noyabrda rasmiy ravishda chiqarildi. Ushbu versiya Minecon 2011 konferensiyada taqdim etildi. Shundan so'ng o'yin tezda butun dunyoga tarqaldi va juda mashhurlikka erishdi. 2014-yilda Microsoft kompaniyasi Minecraft o'yinini ishlab chiquvchi Mojang studiyasini 2,5 milliard dollarga sotib oldi. Shu bilan birga Markus Persson Mojangdan ketdi va loyiha Microsoft tomonidan boshqarila boshlandi. Bugungi kunda Minecraft dunyodagi eng ko'p sotilgan o'yin bo'lib, 300 million nusxadan ortiq sotilgan. O'yin doimiy ravishda yangilanib, yangi bloklar, hayvonlar, qurol aslahalar va mexanizmlar qo'shilib bormoqda. Shuningdek, o'yin Ray Tracing texnologiyasi bilan yanada sifatli grafikaga ega bo'ldi. Video shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'linglar. Bizga tezroq 5000 ta bo'lishimiz kerak.